Амстердам. Уже второй день в Индии. Мы начнем свою экскурсию. Привет. Да. Привет. Мой гид. Познакомься. Привет, меня зовут Кеша. Очень интересно. Он очень хорошо говорит по-русски. Сейчас где? Это Кутуб-Минар? Это Кутуб-Минар, да. Chunbarim shunda chet elliklar 600, indiyaliklar 40 rupiy to'lab mana shu Qutb Minorga kirishadimi? Qutb Minor albatta go'zal, lekin diskriminatsiya qilish bu yaxshi ish emas. Kutub-Minorga kirganimizda chet elliklar 600 rupiy, Indiyani o'zini odamlari 40 rupiy to'lab kirishar ekan. Qanaqa zo'rlinchisi deyapman. Balki ularga aytarmiz buni mani dodam qurganlarini. Qutb Minordan keyin yana yo'lga chiqdik. Keyingi manzil Qutb Minordan chiqqandan keyin Lotus degan korpusni ko'rgani keldik. Hindistonda ayollar erkaklarni ajratib mana kirgizishyapti. Bilmadim bu ayollarga nisbatan hurmatmi? Hatto bizani tezroq kirgizib borishyapti. Ayollarni ko'proq hurmat qilishar ekan deb o'tib ketamiz. bu esa men Lotus ichiga kirish mumkin bo'lmasa ham tashqarisidan zavqlanib rasmga tushib yana yo'lga tushdik. Mana men sizlar yaxshi ko'rgan churilar to'g'risi aytaman kapeka turar ekan. Biz bozor bo'ylab yurdik va har xilini ko'rdik, lekin menga bu yerdan olishni tavsiya qilishmadi, chunki bundan ham yaxshi joy bor ekan. Mana bu bo'lsa oyoq yalang so'zining haqiqiy ma'nosi. Sizlarga layfhack, agar sizdan sadaqa so'rashsa, videoga olishib boshidan keyin shunda qochib ketishadi. Yo'q, lekin Hindistonda yerga yurish niyatim yo'q, ular ham takoy yashashar ekan. Mana bunaqa restoranlarga kirib, toza ovqatlarni yeyish mumkin. Men o'zimga kari, guruch va non zakaz qildim. To'g'risini aytaman, maza qilib yedim. Buni sababi men Koreyada yashaganimda ham hindcha ovqatlardan biri emas, bir necha marta tanovul qilganman. Keyin botga keldik. Hozir mashhur ibodatxonalardan bittasiga keldik. Oyoq kiyimni yechib, namoyiqqa topshirishimiz kerak. Boshimga ham обязательно platoksiz kirgizishimiz ekan. Menga Keshan yordam beryapti. Oyoq kiyim hidlari dahshat. Bu Sikhlarning ibodatxonasi bo'lib, biz hind kinolarida ko'rishga o'rganib qolgan boshiga latta boylagan sardorlarniki. Mana mamda 2 milliard odam hammasi shu yerda. Keyin biz yana boshqa joyga bordik. Ochig'i o'zim ham adashib ketdim. Hindlarning madaniyati juda ham chuqur o'rganishga arzir ekan. Uyalmaysizlarmi, kuppa kunduz kuni. Bundan keyin bo'lsa yana Humoyun qurgan joylardan bittasiga keldik. Bu Qizil Fort deyiladi, lekin bu yerda eng zo'ri boshlanadi. Chunki bu hamma известный, hammaga bo'lgan bozor, по-моему, hamma eslasa kerak. Shohruxxon bilan kadr o'ynagan kino Chadni Chauk bozori. Menga ishpishto narsalaringizni ham o'zga vaqtda buni yo'qotib qo'ymayman deb. Sezyapsizlarmi bu bozor hidini? Va nihoyat men sari olishga keldim. Kimsan Chadni Chaukka kelib o'zimga qizil sari olaman deb niyat qildim. Millionta sarilarni olib bittasini tanladik. Thank you. Bye. Baribir savdalashib oldim. Bitirib o'zimga bittasini tanladim. Tojmahal oldiga borganda ko'rasizlar qaysi birligini.